$30 ming ga BYD chempion olasiz. Bor yo'q 16 ming yurgandan keyin mashina yurmayapti. Mazzami? Ashibga chiqib qolgan, 30 dan oshmaydi, zaryad olmayapti. Akamiz kechirim olib kelib topshiryapti mashinani. Hammaga qiziq, buni sababi nimada? Egasi bilan gaplashdik. 7 kilovatlik uyda o'rnatilgan, stabilizator qo'yilgan, lekin zazimleni yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Zazimleni yo'qligi inventorda shunaqa muammo kelib chiqishiga sabab bo'lganmi, yo'qmi? Akamizga mashina srochna kerak ekan. Shu uchun uxlamasdan turib, ertalabgacha xudo xolasa mashina to'g'rilab beramiz. Mana muammoni hal qildik. Ashkalar o'chdi. Hozir test qilib ko'ryapmiz mashinani haydab. Avvallari shunaqa muammo bilan kelgan mashinalarga 2-3 kun saflardik. Mana tajriba o'z so'zini aytmoqda. Allohga shukr. 2 soatda hal qildik mashinani. Toshkentga olib ketishmoqchi edi. Bizni internetdan topishibdi, kontaktimizni mana olib kelishdi kechqurun. 2 soatda ishlar hal bo'ldi, Xudoga shukr. Ertalab topshiramiz mashinani. Qo'shimchasiga bu mashinamizga brizgaviklar BYD'ning original paroglaridan BYD logotip shu bilan birga Alcantara naktikalarni o'rnatib berdik. Orqadan ko'rinishi yonlar bilan yopadi. Qisqasi kelaverasiz Samarqanddagi BYD servisga. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, salomat bo'linglar.